Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida barcha hududlarda, oliy ta'lim muassasalarida, maktabgacha va maktab ta'limi tizimida, mahallada uyushmagan yoshlar ishtirokida turli xil ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil qilinmoqda. Aynan bugungi mehmonlarimiz Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti talabasi, demak Malikaxon Nabijonova hamda Shavkat Mirzayevlar studiyamizga tashrif buyurganlar, ya'ni Shavkat Mirzayev Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti mutaxassisi. Avvalambor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mana Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida ko'plab ma'lumotlarni sizga taqdim etib boryapmiz. Shu bilan birga reportajlarimiz, ko'rsatuvlar tayyorlayapmiz. Bu borada yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida turli hududlarda turlicha talqinda tadbirlar tashkil qilinyapti. Albatta, va prezidentimiz tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan Dolzarb 90 kunlik dasturi barcha yoshlar uchun imkoniyat maydoni bo'lmoqda va bu boradagi fikrlar bilan suhbatlashsak, albatta. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi kunda Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida prezidentimizning tashabbuslari bilan boshlangan bu yo'nalish bo'yicha juda ko'plab tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri hozirgi kunda talabalarning ixtisosligini inobatga olgan holda turli xil zakovat o'yinlari, bundan tashqari turli xil til kurslari va turli xil sport o'yinlari uyushtirilib borilyapti va buning oqibatida yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ularni e'tiborini yaxshi narsalarga jalb qilish va ma'naviy bo'shliqlarga o'rin qoldirmaslikka harakat qilinyapti. Albatta, garchi mana ta'lim jarayonlari tugagan bo'lsa ham, ko'plab talabalarimiz uylariga ketishgan bo'lsa-da, bugungi kunda baribir mana shu Dolzarb 90 kunlik tadbirlar loyihasida hali hamon mana shu bilim olaman degan yoshlarimiz kam emas. Albatta, Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti bu borada yangicha ish tashkil etmoqda. Institutning barcha talabalari, shuningdek o'quvchilar, uyushmagan yoshlar ham qamrab olinyapti. Shu haqida ham ma'lumot berib o'tsanglar. Xo'p, avvalambor boshqacharoq metod qo'llanishi haqida gaplashsak, boshqacharoq metod, yo'llar qo'llanishi asosan bolalarni qiziqqan sohasiga qamrab olish. Aynan ularning qiziqishiga asoslangan turli xil to'garaklar va turli xil mazmunli sport o'yinlari tashkillash orqali ularni doimiy qatnashuvi va yaxshi natijalarga erishishiga yordam berib kelinyapti. Asosiy bolalarning, studentlarning, talabalarning qiziqishiga asosiy sabab bo'ladigan sabablardan biri shu. Ya'ni ularning qiziqishiga asoslanib tuzilganligida. Bilamizki, Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari instituti 9 til bo'yicha ta'lim beriladi. Endi bolalarni, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha baribir ko'plab maktablarda, tashkilotlarda til kurslari tashkil qilingan. Bu borada Is'hoqxon Ibrat nomidagi davlat demak chet tillari institutida baribir boshqacha yo'nalishda yondashilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, til kurslaridan farqli o'laroq bizda turli xil tarjimaga oid fanlar bor. Bilasizki, tarjima bu til o'rganishning asosiy qismlaridan, bo'g'inlaridan bittasi. Xo'p, shu nuqtai nazardan kelib chiqib, badiiy tarjima, sinxron tarjima, amaliy tarjima fanlari o'qitiladi. Hozirgi kunda institutimizda sinxron tarjima apparatlari va har qanday texnik muammolar yechilgan. Buning oqibatida bolalar o'sha amaliy ingliz tili bilan shug'ullanishyapti. Faqat nazariya emas, balki amaliy ingliz tili bilan shug'ullanishyapti. Bizi muhitimizda til o'rganish sal qiyinroq. Nimaga? Sababi atrofda bu tilda, ya'ni ingliz tilida so'zlashuvchi odamlar soni juda ko'p emas. Biz qilayotgan har harakatimiz va urinishlarimiz shunga qaratilgan, ya'ni bolalarga muhit yaratib berish va ularga amaliy bilimlarini qo'llashga imkon berishga qaratilgan. Albatta, so'z isboti bilan deganidek, keyingi mehmonimiz albatta Malikaxon Nabijonova mana shu Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasidagi o'tkazilayotgan tadbirlarning bevosita ishtirokchisiz. Taassurotlaringiz qanday?
Prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan ushbu loyiha doirasida biz institutimizdagi talantlar sinergiyasi laboratoriyasi a'zolari bilan birgalikda uyushmagan yoshlar hamda maktab bolalari uchun kitobxon bola nomli loyiha o'tkazyapmiz. Ushbu loyihamiz doirasida ular uchun, demak o'quvchilar uchun turli xil interaktiv o'yinlar tashkil qilganmiz. Ularda kitobxonlikka bo'lgan qiziqish oshirish uchun. Masalan, Ertaklar olami nomli pol o'yini ishlab chiqqanmiz. Bu o'yinimizda demak kubik tashlab turib, shundagi demak chiqqan son bo'yicha qadam tashlashadi. Yo'lda turli xil ularga ertaklar bo'yicha, o'zbek xalqi ertaklari, jahon adabiyotidagi ertaklar bo'yicha turli xil savollar tayyorlangan. Bu orqali biz bolalarimizni ertaklar o'qishga, kitoblar o'qishga, yana ham ularni motivatsiyasini oshirishga harakat qilyapmiz. Undan tashqari ona va bolalarimiz uchun bolangizga kitob o'qib bering aksiyasini ham uyushtiramiz. Bu demak loyihamiz doirasida. Bunda demak onalarimiz o'z bolalariga turli xil kitoblar o'qib berishadi va shu orqali ma'lum bir ma'noda ona bilan bolani o'rtasidagi aloqa yana ham mustahkamlanadi va ularga iloji boricha shu kitob o'qish ko'nikmasini odat sifatida shakllantirishga ularga shu haqida tushuncha beryapmiz. Bolalarga kitob o'qib berish, umuman har qanday inson o'zi kitob o'qishi ularga qanchalik foydali bo'lishi haqida iloji boricha ularga tushuncha berishga harakat qilyapmiz. Bundan tashqari art terapiya, art mediatsiya kabi turli xil demak badiiy san'atdan ularni xabardor qilishga ham harakat qilyapmiz. Juda ham ajoyib. Mana Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasida ko'plab demak tadbirlar tashkil qilingan. Shu bilan birga talabalar o'rtasida, mana siz va tengdoshlaringiz o'rtasida bu jarayonlar qanday kechmoqda? Baribir menimcha institutda ma'lum bir demak yetakchilik yoki volontyorlik faoliyatida ishlatgan bo'lsangiz kerak. Institutimizda o'zimizni talabalar uchun turli xil intellektual o'yinlar, zakovat kabi shunaqa intellektual o'yinlar o'tkazyapmiz. Bundan tashqari, albatta o'z jamoamiz bilan ishtirok etib, doim turli xil keyingi bosqichlarga ko'tarilib, institut bosqichi, boshqa yana bosqichlarga ko'tarilib, g'oliblikni qo'lga kiritmoqdamiz. Undan tashqari, turli xil sport o'yinlari bo'yicha ham doimiy ravishda musobaqalar o'tkazib boriladi va bu Dolzarb 90 kun doirasida yana bu musobaqalar soni oshirildi talabalarimiz uchun. Rejalar, maqsadlar qanday? Bundan buyog'iga nafaqat 90 kun ichida cheklanib qolmasdan ushbu tashabbusni doimiy hayotimizga tatbiq qilishga harakat qilyapmiz. Bunaqangi tadbirlarni ko'plab uyushtirib, talabalarimiz, undan tashqari shu mahalladagi uyushmagan yoshlar, o'quvchilarni iloji boricha o'z vaqtlarini mazmunli o'tkazishlariga yordam berishga harakat qilib, turli xil til kurslari, shu barcha ishlarimizni olg'a davom ettirmoqchimiz. Albatta, Shavkat aka, bu borada sizda qanday demak rejalar, maqsadlar qilish rejalashtirilyapti? Imkon boricha qo'limizdan kelgancha harakat qilib, shu yoshlarimizni oldiga qo'ygan maqsadga erishishiga yordam berish. Ularning vaqtini shu institutimizda o'tkazadigan vaqtini 4 yillik muhim sanaladigan umrini ijobiy va mazmunli o'tkazishiga hissa qo'shish va kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishishiga yordam qilish asosiy vazifalarimiz shulardan iborat. Albatta, faoliyatingiz davomida omadlar tilaymiz. Tashrif uchun rahmat. Albatta, yoshlarni mana shuni qo'llab-quvvatlashda, ularni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish borasida amalga oshirilayotgan shunday tadbirlar, bir tashkiliy jarayonlarga omadlar tilab qolamiz. O'ylaymizki, Dolzarb 90 kunlik mana shu loyihasi barcha hududlar bo'ylab mana shunday ajoyib tashabbuskor yoshlarimiz bilan yaxshi o'tadi.